Barselona mana shu kichkina narsa uchun qancha pul kerak bo'lsa, shuncha to'lashga tayyor. Avvalambor har doimdek bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, albatta shunaqa yangiliklardan qolib ketmaysiz. Bilasizlar, hozirda Neymar o'zining birinchi jamoasi, ya'ni De Santosda o'ynab yuribdi va u yerda jamoa eksperiment tarzida uni ko'kragiga kamera yopishtirib qo'ydi. Shu orqali ular o'yin davomida harakatlarini videoga olib, akademiyadagi o'yinchilarga ko'rsatib o'rgatishmoqchi bo'lishgan. Lekin bu g'oya shunchalik mashhur bo'lib ketdiki, shaxsan Barselona o'zining akademiyasidagi o'yinchilarga Neymarning harakatlarini o'rgatish uchun shu videolarni sotib olmoqchi. Va bu ularga kamida 1,5 million yevroga tushadi. Sizningcha Neymar yotganda 1 yilga Barselonaga yana qaytib kelishi kerakmi? Telefoningizga chiroyli futbol fonlarini yuklab olishni istaysizmi? Unda hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Futbol esa milliy gola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy gola.